Assalomu alaykum hammaga. Bugun quyosh paneli o'rnatuvchilar uchun maxsus video qilamiz. Aynan quyosh panelini qanday o'rnatish kerak, qaysi burchak ostiga qo'yish kerak, shular hammasini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi Ephemeris programmasi. Play Marketdan skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki video opisaniyasida yoki kommentariyaga qoldirib qo'yaman silkasini. Xo'p, bu programmani ishlatish uchun birinchi bo'lib telefonimizda lokatsiya yoniq bo'lishi shart. Chunki turgan joyimizni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Undan keyin programmani ustiga bosamiz, kiramiz programmamiz ichiga. Programmaga kirganimizdan keyin mana tepada o'ng qo'l tomonda местоположение rasm bor, shuni ustiga bosamiz. Pastki tomonda использовать местоположение устройства deydi. Shuni ustiga bitta bosamiz. Turgan joyimizni aniqlab oladi. Tepada mana местоположение yonida X bor, shuni ustiga bosamiz. Chap qo'l tomonda kameraning rasmi bor, shunga bosamiz. Xo'p, endi birinchi bo'lib biz bu yoqda mana quyoshni ko'ramiz. Bizning programmamizdagi quyosh bilan bu quyosh bir-biriga mos tushishi kerak. Agar bu to'g'ri kelmasa, demak biz местоположениemiz to'g'ri tanlanmagan bo'ladi. Agar to'g'ri kelgan bo'lsa, mana bizning programmamizda ham bu yoqda quyosh ham to'g'ri turibdi. Demak, biz местоположениeni to'g'ri topganmiz. Endi birinchi bo'lib nimaga qaraymiz? Mana quyosh chiqishi, mana bu tomondan chiqadi quyosh. Mana bu tomondan chiqyapti. Bu yoqqa botyapti mana. Bu tomonga botar ekan. Hozirgi paytda shunaqa. Endi biz panellarni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Aynan mana 180 gradusga. Shu 180 gradusga o'rnatsak, panellarimiz ideal o'rnatilgan bo'ladi. Bir kunlik ishlab chiqarishi yaxshi bo'ladi. Maksimum foyda olamiz quyosh panelidan. Endi hop, hozir bizning panellarimiz mana bu yoqqa qarab turibdi. Bizning panellarimiz hozir 215 gradusda turibdi ekan. Bu radius bo'ladi. Mana quyosh chiqishi, botishi bu radius deb aytiladi. Mana shu bizda hozir 215 ta ekan. Hozir aynan shu bu panellar bilan bir kunlik ishlab chiqarish kamroq bo'ladi. Effektlar kamroq olinadi. Sababi bu panellarimiz где-то shu soat 10 dan keyin to'liq ishga tushishni boshlaydi. Shuni evaziga bir kunlik ishlab chiqarishda kamroq elektr energiya ishlab chiqaradi quyosh panellarimiz. Shuning uchun iloji boricha 180 gradusga qo'yish kerak bo'ladi. Endi mana bu yoqda pastki tomonda 24 soatlik, bitta bosamiz 1 soatlik, bitta bosamiz 365 kun, 1 yilligi. Endi yonboshga suramiz. Yonboshga sursak, mana bu quyosh tepaga ko'tariladi. Qishda pastga tushadi, yozda tepaga ko'tariladi. Mana hozir mart oyi bo'lsa, aytaylik, may oyini ko'ramiz. Mana may oyida mana tepada o'tyapti quyosh. Endi chiqishini ko'ramiz mana. Bu tomondan chiqyapti. Soat 6 da quyosh chiqadi. Bunaqasiga yurib, mana bu yoqqa soat 7:40 da botyapti. Endi bu yoqqa botyapti. Hozir bu yoqqa botayotgan bo'lsa, may oyida bu yoqqa botadi quyosh. Lekin bizni 180 gradusimiz o'zgarmaydi. Mana endi 180 mana turibdi, 67-68 gradusda quyosh tepada turibdi. Xuddi shuna qilib panellarni o'rnatish kerak. Hozir bizniki mana bu yoqda panellarimiz. Bu ham shunday turibdi mana. Hop, shuning uchun iloji boricha 180 radiusda o'rnatish kerak bo'ladi. Endi bu programmaning yana bitta zo'r tomoni bor, hozir buni qaytaramiz. Hop. Aytaylik mana panellar turibdi. Bu yerda qanaqadir bino bor, bunaqa joyda. Shu bino aytaylik yoz paytida mana tepada o'tyapti quyosh. Yoz paytida bu yerdagi binoning soyasi tushmaydi, bu bilinmaydi. Endi aynan qaysi oyda tushishini aynan programma orqali bilishingiz mumkin. Mana hozir tepada turibdi. Bizi binoyimiz mana bu yerda turibdi. Aytaylik qanaqadir daraxt. Endi ko'ramiz programmani. Pastga suramiz.
Mana tushyapti. Aytaylik, mana bu yoqda qanaqadir daraxt o'sib chiqqan bo'lsa, demak 1-dekabrdan уже bizga panellarimizga soya tushishni boshlaydi. Bundan u yog'iga keyin yana tepaga ko'tarilib ketadi. Hech qanaqa soya tushmaydi. Xuddi shunaqa qilib qachon soya tushishini ham xuddi shu programma orqali bilib olishingiz mumkin. Xullas shunaqa. Bo'ldi. Menimcha ko'pchilik uchun foydasi tegadi. Like bosib, obuna bo'lib kuzatishda davom etamiz.